Dunyodagi eng arzon va tayyorlanishi oson bo'lgan juda ham mazali shokoladli pirog tayyorlaymiz. Buning uchun tuxumga shakar solib, mikser yordamida aralashtiramiz. Keyin esa o'simlik yog'ini qo'shib, aralashtirishda davom etamiz. Navbat sutga, sutni ham solib aralashtirib olamiz. Ellikdan unni o'tkazib, ustiga kakao qo'shib, razrixlichini unutmaymiz. Massa bir xil holga kelgungacha aralashtiramiz. Formamizni sariyog' yordamida yog'lab, ustiga ozgina un sepib, xamirimizni quyib, oldindan 180 gradusda qizdirilgan duxovkada taxminan 20-25 minut davomida tayyorlaymiz. Xamir tayyor bo'lgandan keyin uni vilkalab sovutishga bir chetga olib qo'yamiz. Bu paytda ganash tayyorlab olamiz. Idishga suv, sut, shuningdek shakar va kraxmalni solib aralashtiramiz. Keyin esa kofeni qo'shib aralashtirishda davom etamiz. Shokoladni unutmaymiz. Hammasini gazda eritib olamiz quyilgungacha. O'simlik yog'ini qo'shamiz va ganashimiz tayyor. Endi ganashni boyagi ko'rishi ustiga quyamiz va 1 soatga xolodilnikka olib qo'yamiz. 1 soatdan keyin ko'rib turganinglardek shokoladli pirog tayyor. Juda ham ajoyib chiqadi. O'zinglarni didinglarga qarab bezatsanglar bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Hammaga yoqimli ishtaha.